navbatdagi 5 etajli domimiz. Birinchi etajning obzorini ko'rib chiqamiz. O'tgan safar bir xonani sotgandim. Ko'p kishi so'rab qolgandi shunaqa uylardan. Taklif qilganda. Mana bu alohida vannasi, hojatxonasi alohida. Ariston, отопление hammasi bor. Kirganimiz mana tarafda mehmonxonasi, xonasi, konditsioner ham bor. Отопление. Bu 42 kvadrat, 5 etajli birinchi etajda. Alohida kotyoli bor. Kuxnisi. Ichida nimadir kerak bo'lsa, kelishuv asosida bo'ladi bular. To'liq ma'lumotlar 88lik 075 09 75.